Bahror Usmonlayevni aytib o'tdim. Uning uchtagi chalindi va o'yin boshlandi. Ayni pallada darvozabon shunday, lekin bularda eng katta dushmani o'sha kutilmaganda sodir bo'ladigan qo'pol xatolik va hozir qayoqqa tepdi Shahzodbek. Velko Filipovich, ammo to'p baribir oldirilgan. Dinamadan hujum, Omonov. Azizda mana shunday Dinamo Samarqand. Yirik hisob masalasida Buxoro ko'rsatkichi zo'r 6-0. Samarqandda 4-1. Bugun hozircha durang va golga yaqin kelishda davom etayotgan bu Samarqand Dinamo jamoasi bo'lmoqda. Faqat out deb ko'rsatyapti. Dinamo hujumi davom etadi. Mana bu yerda esa to'xtasinggacha to'p kelmadi. Yana Buxorodan qarshi hujum ko'rishimiz mumkin. O'yindan tashqari holat yo'q va uzatma amalga oshirilishi kerak. Palla bor va gol! Buxoro jamoasi raqib darvozasini ishg'ol etmoqda. Mana shu yerda bor ekan, mana sizga yana qanday isbot kerak. Ozgina o'zi sezilib ham turgan edi, lekin bir narsa Dinamoning hujumi, Firdavs aylanma zarba yomon emas. Muhammad Yo'ldoshev o'to'nga kiritib berdi va uning boshlagan hujumi hozir Buxoroga muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Nega? Yana Qodirqulov, Firdavs Abdurahmatov. Nimadir bo'ladi shekilli-da. O'tkazildi va gol bo'lmoqda. Rekachet Firdavs Abdurahmatovning sa'y-harakati reydda raqib himoyachisiga tekkan to'pni darvozaga borib tushishi bilan yakunlanmoqda. Sezilib turgan edi. Bekorga aytmadim, hozir nimadir bo'ladi deb bo'ldi, lekin aslida ham Shahbozdan o'tdi. Aldamchi harakatlar bilan futbolchiga Ravshan Xayrullayevga tegdi adashmasam, yo boshqami? Mayli, kimga ko'rish qiyin kechdi, balkim boshqa o'yinchidir. Rekashet bor, lekin aniq. O'rozov to'pni qaytarib yubordi, ammo Buxoroning hujumi davom etmoqda. Yana yaxshi uzatma bo'ladi. Hozir yuqoridan Rekashet, zarba, Ubaydullayev va gol! Gol! Buxoro hisobni tenglashtirmoqda. Ajoyib xatti-harakatlar va Temur Mamasiddiqov raqib darvozasini ishg'ol etdi. Shahzodbek Ubaydullayev baland sakrab bosh bilan to'pni darvoza tomon yo'llagan edi. Darvozabon Umidjon Hamroyev to'pni qaytardi. Qaytgan to'pni esa Edim Nemanov qaytardi. Qaytgan to'pni esa Temur Mamasiddiqov raqib darvozasiga yo'llab buxorolik muxlislarga quvonch taqdim etmoqda. Ikkinchi taym uchun birinchi vazifani uddaladi, ya'ni hisobni tenglashtirish masalasini. Anchagina keskin hujum tashkil etilgan edi. Yo'q, Nemanovga ham yetib bormagan ekan. Himoyachiga tegib to'p yo'nalishini o'zgartirgan. Shahzod Jo'rabekovdan ajoyib uzatma. Va hisob 1-1. Osonli bo'lishiga qaramasdan Dinamo muxlislari imkon qadar qaramaqa zo'r imkoniyat va o'yindan tashqari holatdamidi Ulug'bek? Shunday ekan. O'yindan tashqari holat yo'q va bu yerda Muxtorovdan o'tib ketyapti to'p. Ulug'bek ham oldi to'pni buxoroliklar va sal bo'lmasa yana
imkoniyat bo'lishi mumkin edi. Uzatmani amalga oshirish kerak. Narigi tomonda, o'ng tomonda bo'sh turgan o'yinchi bor edi. Xavfli vaziyat va gol! Hisob yana o'zgarmoqda. Bu safar Shahzod Ubaydullayevning o'zi raqib darvozasini boshi bilan ishg'ol etishga muvaffaq bo'lyapti. Buxoro comeback amalga oshirdi. Agar shu tariqa davom etadigan bo'lsa, Buxoroning mag'lubiyatsiz seriyasi, mag'lubiyatsiz yurishi davom etishi ehtimoli juda ham katta. Ochkolar sonini 10 taga yetkazib, bir kun bo'lsa-da turnir jadvalida peshqadam bo'lish uchun zo'r imkoniyat. Boya Neftchiga masalasiga to'xtalib o'tgan edim. Neftchi ertaga o'ynaydi. Hujumda va himoyada xavfli vaziyat. Dinamodan imkoniyat. Anvar Hojimirzoyevning mana vaziyat ko'rilishi ehtimoli ham bor. Buxorolik o'yinchi, lekin qo'l yig'ishtirilgan, o'zi teskari qarab turibdi. Nurullo To'xtasinov, Firdavs Abdurahmatov yaxshi uzatma. Va Anvar nima qilar ekan? U darvoza tomon yo'lladi. Yana to'p o'ziga qaytib keldi. Mana zarba uchun imkoniyat. O'yindan tashqari holat bor ekan. Davom etishi imkoniyati bor. Egallab olishdi. Buxorolik futbolchilar. Muhammad Yo'ldoshev to'p Temir Muhammad Sidiqovga yetkazib berilyapti. Yana orqa-roqqa Ravshan Xayrullayev. Ravshandan zarba va gol! Qo'yilmaqom gol! Buxoro yondirdi lekin. Bu aslida qarshi hujum, ammo ikki seriyaga bo'linib ketgan edi. Ravshan Xayrullayevdan yo'llangan zarba qay tariqa darvozaga borib tushganligini yana bir marotaba ko'rishga arziydigan zarba bo'ldi. 3-1. Nemanov o'zini o'zi kechirish qiyin, chunki jarima to'pi emas edi bu. Qarang, qancha uzoq masofadan yo'llangan zarba edi. Turgan joyida otildi-yu, lekin qo'li yetmadi. Ravshan Xayrullayevdan ajoyib gol. Bu balki mavsum davomida aylanadigan gol bo'lishi ham mumkin. Mavsumdagi birinchi chiroyli gollardan biri deb aytsam bo'lsa kerak. To'g'ri, hammasini ko'rib chiqqanim yo'q, lekin guvohim bo'layotganligi sababli ham mana shu gol menimcha eng zo'r gol deb. Qanday chiroyli o'ynagan edi, lekin sherik o'tkaza olmadi. Qarshi hujum va Shahzodbek Ubaydullayev oldinga borishda davom etmoqda. Esonov ajoyib uzatma va yana Temur imkoniyatini. Islat Xalilov. Mana imkoniyat va hozir dubl bo'lishi mumkin edi Firdavsda. Va hattoki biroz Hojimirzoyevdan navbatdagi uzatma bo'ladimi? Darvozani ichiga yo'naltirmoqda ikkinchi marotaba darvozabon. Mana shu yerdan tepsa bo'lardi, yo'q tepmadi. Jumaboyevdan yana bitta zarba. Bektemir Abdumannonov maydonga chiqarildi. Jahongirning mana bu yerda qoidabuzarlik yo'qmi? Yo'q deyapti. Ahror Begich va endi Nurullo To'xtasinov. Zo'r, ajoyib. Qoidani buzib olgan ekan.
Nurulon o'zi to'pga tegmagan oyog'i bilan shu sababli ham qoidabuzarlik deb o'zi hayron bo'lib turgan edim. Roberto Carlos bo'lmoqchi shekilli. Uning uchun darvozaga Bartezni qo'yish kerak. Tepdi darvozaga. Jumaboyev, Jahongir yaxshi o'ynadi. Xislat Xalilov bor. Simulyatsiya deyapti. Oho. Voy. Agror hammasini diqqat bilan qarab turgan ekan Rizqullayev. Yana Azizbek Omonov baribir olib kelishdi. Ko'ramiz birinchi o'yinni, keyin Asad o'zi zaxiradan tushgan edi. Aziz bu yerda borib ko'rsa keladi. Gavdasi bilan uryapti. Qo'li bilan emas. Borda bu vaziyat. Hozir Ahror Rizqullayev xulosasi kartochka bekor qilinishi ehtimoli juda katta. Bekor qilinadi qizil. Sariq. Shunisiga ham rozi. Buxoro Dinamo o'rtasidagi o'yinda 3-1 hisobi rasman e'lon qilinadi. Shunday ham bo'ldi, qadrli do'stlar, ajoyib futbol ko'rdik. Ikkala jamoaga ham ana shu 4 ta gol uchun tashakkur bildiramiz. Hammasi zo'r.